orzular bir kun ushalar, daryolar bir kun tutashar derdi. Bir kuni tushida nuroniy pir kabi bir zotni ko'radi. U zot tushida: Ibrohim, sening rizqing Bag'doddagi 2 salqim uzumda, borib ol rizqingni dedi. Ibrohim hayajon bilan uyg'ondi. Xayrdir inshaalloh dedi. Ibrohim afandi sodiq tushlarga ishonar, ammo tushga ko'ra amal qilinmasligini ham yaxshi bilardi. Ikkinchi kuni ham ayni tushni ochiq ravshan ko'rdi. Qiziq-ku, bu yerda nimadir bor. Borsammikin Bag'dodga deya o'ylandi, lekin bir qarorga kela olmadi. Uchinchi kun ham ayni shu tushni ko'rgandan so'ng har holda menga yo'l ko'rindi dedi. Xaltasiga ozig'ini solib hech kimga hech narsa demasdan Allohga tavakkal qilib yo'lga otlandi. Bag'dodga ketayotgan karvonlardan biriga qo'shildi. Eson-omon